Assalomu alaykum hammaga. Bugun 3 iyun 2026-yil. Bu 10-darsimiz. Mani ismim Shohjahon, familiyam Eshniязов. Juda ko'p talab va taklif iltimoslarga ko'ra dars sal ozgina cho'zilib qoldi chiqdi. Sababi entry so'ragansizlar. Ko'pchilik hamma shu o'qisa darsni ko'rib, entryni kirishi, chiqishi topolmayapmiz deb rosa ko'pchilik so'ragan. Shuning uchun 10-darsda shunaqangi qilib zapis qildim. Qiymatli. Doimgidek bizga kerak bo'ladi Wofifix platformasi. Wofifix Trade App Store'dan bemalol yuklab olish mumkin yoki hop, tashbirra olamiz. Tashbirra olganimizdan keyin biz mana hozir real vaqt 4447 kerak bizga. 6:44. Biz nimani olamiz e'tibor qilinglar, real vaqtni analiz uchun eng oxirgi eng oxirgi maksimum olamiz. Eng oxirgi maksimum qaysi? Mana shu yerda nima deb o'ylaysizlar? Eng Xo'p, ko'pchilik o'ylashi mumkin mana bu yerda yoki mana bu yoki mana bu deb mani ko'zim ko'rishi bo'yicha, qiymat bo'yicha mana bu eng oxirgi maksimum. Xo'p, endi buni biz to'g'rilab olishimiz uchun 4x ga qo'ydik. 4541. Sababi nimaga eng oxirgi maksimum deb olyapman? Qiymat mana shu narx arzonlashib bo'lishligi mumkin. Narx tushib boryapti, arzonlab boryapti 4 ga kelgan. Hop, endi bizga kerak bo'ladi eng oxirgi minimum. Ya'ni hozir biz yuqori talabni topdik. Eng yuqori talabdan qiymat tushishini sizlarga tushunarli bo'lsin deb maksimum minimum deb gapiryapman. Endi eng yuqori taklifimiz kerak bo'ladi. Oxirgi, eng oxirgi. Xo'p, eng oxirgi taklifimiz qaysi narx bo'lishi mumkin deb o'ylaysizlarmi? Eng yuqori talabimiz mana maksimum deb bo'lyapti. Eng oxirgi minimumimiz mana bu yerda. 4x qildim. Mana buni ham olishimiz mumkin, buni ham olishimiz mumkin. To'g'ri, lekin biz real vaqt bilan analiz qilamiz. Po faktu biz hozirgi analizni qilishimiz kerak o'zimiz uchun. Bu bir. Endi ikkinchi masala alhamdulillah. Ikkinchi masala, biz vertikal liniya olamiz, hisobi kunni belgilashimiz uchun. 28-may bo'lib qoldi. 28-maydan mana hozirgi kunga. Xo'p, bizda eng oxirgi maksimumimiz 4541 bo'ldi. Eng oxirgi minimumimiz 4268 bo'ldi. Xo'p. Haqiqiy bozor tilida eng yuqori talab 4541, eng oxirgi yuqori talab, eng yuqori taklif, oxirgi yuqori taklif 4368 bo'ldi. Endi xo'p, biz buni nima qilamiz? Narsani qaranglar. 4541 33 aynan 4168 21 20 $173 12 sent chiqyapti razницasi. $173 12 sent raznica beryapti. Hop, eng yuqori talabimiz bilan oxirgi yuqori taklifimiz orasidagi farq $173 12 sent. Endi biz nima qilamiz? 4441 82 mana hozir oxirgi ko'zim. Qo'shamiz 173 12 ni. 4614. Bu hamma liniyalar faqatgina narxni belgilash uchun qo'yilyapti. Iltimos, chizmachilik yo'q aslida bizani bozorimizda. Bu sizlarga mana bu narx ko'rinsin deb belgilanyapti. Hop, 4614 chiqdi. Endi 4441 dan ayiramiz $173 12 sentdan. 4441 qo'yibman. 82 dan ayiramiz $173 4268 chiqdi. 4268
4260 68 x ko'rinadi. Hop, mana ko'rgan bo'lsanglar, endi bizga aniq bo'ldi. Eng yuqori talabimiz 4614, 4268. Hop, sizlar buni aytishinglar mumkin. Bu necha kunlik yuqori talab, necha kunlik yuqori taklif? Bu qachongacha hozir bu analizni ishlaymiz degan bo'lsanglar, hop, 28-may, 3-iyun oralig'ini oladigan bo'lsak, 31dan qaytgan bo'lsak, 6 kun. 9-iyun qilib belgilaymiz bu analizni. 9-iyun 12:00 qani endi? Iyun 9-iyun 3:00 ekan. Uzr, 3:00 dan hisoblaymiz. Mana bu 3:00 hop, 5x qilish shunchalarga явныйroq ko'rinsin. Mana bu oraliq oldik analiz qilib. Hozir mana real vaqt bilan analiz bo'lyapti. Endi bizga 4614, 4268 nima beradi? 4614 eng yuqori talabimiz bo'lyapti. 4268 eng yuqori taklifimiz. Hop. 4614 dan biz sel kirishimiz mumkin, 4268 dan buy kirishimiz mumkin yoki 614 dan buy, 68 dan sel ham kirish mumkin. Endi tushuntirib beraman. Qanday entry qilinadi? Hop, biz aniqlab oldik. Endi bizga mana bu ikkalasi kerak emas degan bo'ladi. Buni olib tashlaymiz. Endi davom etamiz. 4614 ayiraman. Orqasidagi 1-2 dollarga razница bo'lishi mumkin. Sent hisoblamayapman chunki ko'p holatda turgan bo'lsanglar, 4268 $146 chiqdi. Qaranglar. $146 bo'laman 6 kunga. $57.66 chiqdi. Hop, 4441 82 edi boya real vaqtimiz. Unga qo'shaman. Ana 57 sentu $66 $4499 chiqdi. 4499 499 da shuni sal boshqacharoq rang qilaylik ko'rinishi uchun 4499. Endi hop, 4441 dan ayiraman $57.66 $4384.16 $4384 $4384 boshqacharoq set qilaylik sizlarga tushunarli bo'lsin deb. Mana hop, real vaqt bilan oldik. Ko'rib turibmiz. $57.66 razница berdi. Ya'ni kunlik $57.66 oldik biz hozirgi kunda. Vaqt. Biz buni qanday ishlatamiz? Analizni H1 da qilamiz. Aslida bozorda faqat real vaqt bor, real narx bor, tarix bor. Bo'ldi. H1, H2, H4 yo'q. Bu bizning analizimiz uchun vizual. Ya'ni MetaTrader 5 ham, TradingView ham, WolfFix Trade ham, любой platforma sizga vizual formation beradi. Hop, endi bu yerda entry masalasiga keladigan bo'lsak, entry masalasi uchun bizga kerak bo'ladi M15. Bizga M15 kerak bo'ladi. Hop, M15 nima sababdan men sizlarga ochirdim hozir. Mana bizda hamma qiymati bor-da, ya'ni bozor qaysi tomonga harakatlansa ham bizda aniq bozor ssenariysi bor, bozor hisobi bor. Hop, biz olamiz 4499 bilan 4384 ni. Hop, ko'rib turibmiz, hozirgi kunda narx 4441, 4443 o'ynab turibdi. 4384 ga yaqinlashib kelmoqda. Грубо говоря, qiymat o'rtada turibdi. Ya'ni narxi sotuvchi ham, oluvchi ham o'rtasida turibdi. Biz maqsadimiz hozir entry qilib kirish chiqish. Agar po faktu oladigan bo'lsak. Endi bu entry masalasini qanday hal qilamiz? Biz mana shuncha hisob-kitob bor, 9 ta darslik entry ham bor. Buni ko'pchilik tushunmay qolibdi. Bu sal cho'ziladi dars, vaqt ajratib ko'rasizlar e'tibor bilan. Qanday biz entry qilamiz misol uchun? Hisob-kitob chiqyapti, qiymatlar chiqdi. Har o'tgan darsda ham aytdim, uni oldin ham aytyapman. Bizga kerak qiymatga siz ham bayga, ham selga. Endi shu joyi mana eng asosiy joylar. M15 ni oldingiz. M5 ga qaytamiz.
15 ga qaytamiz. Sizga, misol uchun kerak edi. Hozir, siz selga analiz qilmoqchimisiz, bayga analiz qilmoqchimisiz degan savol tug'iladi birinchi o'rinda. Xo'p, biz nima qilamiz bu yerda? Biz ham selga analiz qilamiz, ham bayga. Mana hozirgi mana po faktu agar realniy oltinda mana realniy harakat qila oladigan beshta hozir bozor narxi tushyapti va, to'xtab turibdi. Bozor kollibatsiya deydi, kollibaniya qilmoqda. Endi biz uni hisoblash uchun nima qilamiz, nimani ishlatamiz? Agar, esinglarda bo'lsa, sel uchun bizga 3 kerak edi. 3 soni kerak edi. 3 ga bo'lardik. Bay uchun 2,98 ga bo'lardik. To'g'rimi? Esinglardami? Xo'p, biz ikki tomonga ham analizni qanday qilamiz? Hozir ko'rasizlar. Nechi narxi? 4200 uzr, 4426 47 qo'shaman. 4439 ровно ekan qoyil. Qo'shaman. Ikkalasini olib tashlaymiz endi bizga kerak emas. Rassomchilikimiz bizga faqat qiymati kerak edi. Sizlarga narx ko'rinishi uchun qilyapman bu narsani. Undan keyin mana, 3-chi qiymatimizni olamiz, 3-chi taklifini olamiz, yuqori taklifimizni. Uni ham qo'shamiz 4440 72. 13319. Buni bo'lamiz 2,98 ga. 4465 chiqdi. Xo'p, endi bu qanaqa bo'ladi desanglar, buni ham olib tashlaymiz. Qaranglar, 4465 chiqdi. 4465 bizga bay narx bo'lib beradi. 4465 dan keyin biz, bayga kirishimiz mumkin. Bayma yashil qilib ko'rsatingizlarga, entering. Xo'p, endi buni yanada страховка qilishimiz kerak bizda. Agar po faktu olsak, biz buni yanada страховка qilishimiz kerak. Endi, eslab qoldinglar a? O'zi aslida umuman rassomchilik yo'q-u, men sizlarga narx ko'rinsin deb qilib beryapman bu narsani. Hozir, bayga analiz qildik a? Endi selga analiz qilamiz. Xo'p. Selga analiz qanaqa bo'ladi? Selga analiz eng yuqori talabimiz bo'lyapti. M5 da 5 daqiqa ichida 4459 ga 64. Bunga qo'shaman. Biz bozor narxini olamiz. Biz switchani olmaymiz, eslab qolinglar. Wofifix faqatgina primo likvid narxini beradi. Hech qanday o'zgarishsiz, hech qanday balobatlarsiz. Bozordagi spread Wofifixda ham o'sha spread. Hech qanday bir o'zgartirish kiritilmaydi. Biz faqat botimizga komissiya olamiz, ko'rsatgan xizmatimizga tomon. Boshqa narsa yo'q. Eslab qolinglar. Xo'p, 4458 u 65 qo'shamiz. Endi bizga, 3-chi anaqamiz bo'lib beryapti. 3-chi yuqori talabimiz bo'lyapti. 4456 yu 55. 4456 yu 55 bo'lamiz 3 ga. 4458 u 28 bizga bu yerda, buni o'chiramiz. Sizlar aslida narx belgilashni o'rganishinglar kerak-ku mana. 4458 u 28. 4458 u 28. 58 u 28. Qani endi. 58 u 28 bu yerda. Qizil qilamiz. Xo'p, endi, bizda plus minus degan narsa bor. Mana qaranglar, 4458 dan biz sel kirishimiz kerak edi. Hisob kitob bo'yicha qiymat mana bu yerda yurgan payt biz lekin hozir real vaqt bilan analiz qilyapmiz. Real vaqt bilan analiz qilganimiz uchun yanada agar yo aniqroq deydigan bo'lsanglar, bu yerda qanday kiriladi hozir qaranglar, 4458 bilan 65 oralig'i bizga ham, bay uchun kirish narxi, ham sel uchun kirish narxi. Qanday hal qilamiz deydigan bo'lsanglar, xohlanglar 4458 ga kirganda sel kiringlar, stop bilan 4465 ga. 4465 da bu demoda faqat realda emas, eslab qolinglar. 4465 ga stopinglar uradigan bo'lsa, stop urgandan keyin 4465 dan bay kiringlar, stopinglar 4458 bilan bo'lsin.
Tushuntira oldimmi? Nima deyotganimga e'tibor beringlar gaplarimga iltimos. Amerika yaratmanglar. 4458 dan xohlanglar sel kiringlar, hozir narx borganda 4465 stop bilan yokida 4465 stop urgandan keyin 4465 dan buy kiringlar, stopinglar 4458 bo'lsin buy stop. To'g'rimi? Endi lekin bozor mana hozirgi kunda qiymati tushyapti. Bunga sabab deydigan bo'lsangiz, xo'p 4458 dan biz hisob-kitobimiz bo'yicha 3 ga bo'lganimizda mana shu narxni selektor kerak bo'lgan edi, kirmadik real bozorga. Xo'p, endi siz aytishingiz mumkin, bu M5 da bozor bir xil harakatlanmaydi. Siz kutasiz mana shu narxni. Entry masalasida hamma analizda shunaqa hisoblanadi. Ikki tomonga ham analiz qilasiz. Hech qachon bir tomonni ushlab olib turmaysiz. Uni ham vaqti bor, uni ham o'rgataman sekin-sekin. Lekin sizlarga hozir asosiy mana shu etaplardan o'tib olsanglar, keyin уже ozgina murakkablashib boradi. Tushungan bo'lsanglar xursandman. Agar yana bir bor tushunmaganlar uchun mana bu yerda hisob-kitob bilan sizlarga ko'rsatyapman. 4458 ga kelganda xohlasanglar sel ochasizlar, stop lossni 4465 ga qo'yasizlar. Agar stop loss uradigan bo'lsa 4465 da buy ochasizlar, stop lossinglar 4458 bilan bo'ladi. Agar yana stop bilan uradigan bo'lsa, yana sel kirasizlar. Yana buy ursa, yana buy kirasizlar. Tushuntira oldimmi sizlarga? Mana bu demoqchi. Ikki tomonga ham ishlanadi trading. Bu savdoda biz qiymat ko'tarilsa sotib olamiz, qiymat ko'tarilsa sotamiz, qiymat ko'tarilsa sotib olamiz. Qiymat tushsa sotib olamiz. Покупка-продажа. Tushuntira oldimmi? Hisob-kitoblarni mustaqil o'zinglar ham bir sil tekshirib olinglar, muammo emas u. Shuni bilib olinglar, bitta сделка sizlarni hayotingizdan haq qo'yishi kerak emas. Такие дела. Endi tushundinglarmi? Qanday entry qilishimiz kerak? Hisob-kitoblarni ikkinchi darsdan, birinchi darsimiz og'zaki kirish bo'lgan. Ikkinchi darsdan 10-chi darsgacha yaxshilab ko'ringlar-da. Mana shu 10-chi keyin 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 hammasini xuddi shunaqa ishlatasiz. Menimcha 10-chi darsimizga bu yetarli. Da so'zim isboti mani videom turibdi copy trading bo'yicha. Istalgan odam kirib ko'rishi mumkin, boshqa mumkin. Mana hech qanday bu yerda switchni analiz emas, hech qanday chizmachilik emas. Faqat grubo to'ppa hisob-kitob. Bu hisob-kitobimiz mana 9-iyungacha qilingan. Agar mana bu eng yuqori talabingiz bilan eng yuqori taklifingizni qiymati bundan tushib yo ko'tariladigan bo'lsa, boshqacha hisob-kitob qilasiz. 9-iyungacha hozirgi kunda. Kirish chiqish narxingiz bor. Real narx qanaqa olishini ko'rib, xuddi shunaqa hisoblaysizlar. Hamma entrisida. Mana 10-darsimiz shu. Ularga mana konkretniy kartasi ochib berdim. Xohlaganda ishlat. Faqat iltimos demoda ishlatinglar. Demoda. Xo'p, даже mana M5 da hozir bunaqa holat bo'lyapti. Qiymat tushib boryapti. Siz dalshani hisob-kitob qilib ko'rasiz, xuddi shunaqa. Sizlar davom etib ketaveringlar. To'xtab qolmanglar-da bu narsa. Shunaqa. И rekord masalasida hech kunda boshlayman narsa. Albatta rekord boshlanadigan kunda men e'lon qilaman. Shu kundan boshlab rekordni bosamiz. Har haftalik statementini, har haftalik yopilgan сделкani qo'yib boriladi. Shunaqa. Hammaga rahmat. Sizlarga rivoj. Endi soddaroq tushundinglar degan umiddaman.